Anadolu universitetiga o'zingiz hujjatlaringizni topshirmoqchi bo'lsangiz, birinchi o'rinda Anadolu universitetini saytiga kirib olishingiz kerak bo'ladi. Agar qabul ochiq bo'lsa, aynan shu joyda "Apply now" deb yozib qo'yilgan yozuv bo'ladi. Shu yozuvni ustiga bosganingizdan keyin sizda shunaqa oyna ochiladi. Bu yoqda siz ko'rishingiz mumkin qabullar qachongacha davom etishini. Pastroqga tushganingizda aynan shu havola orqali ariza topshirish sistemaga kirasiz. Agarda siz registratsiya qilmagan bo'lsangiz, pastdagi havolani bosib registratsiya qilishingiz kerak bo'ladi. Aynan shu joyiga o'zingizni Gmailingizni kiritasiz. Keyin sizga Gmail pochta keladi. U pochtadagi sistemga kirish kodi yozilgan bo'ladi. Bu kod orqali sistemga kirasiz. Man topshirib bo'lganim uchun sizlarda shu joyda bo'sh bo'ladi. Keyin birinchi bo'lib o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni kiritasiz. Pasport turini tanlaysiz, seriyasini yozasiz, ism, familiyangiz, millatingiz, tug'ilgan kuningiz, ota-onangiz ism, familiyalari va adres ma'lumotlaringizni kiritib chiqasiz. Faqat har doim yaxshilab tekshirib olish esingizdan chiqmasin. Xatolarni tekshirib bo'lganingizdan keyin pastiga tushsanglar, aynan shu joyni belgilab сохранить qilib olasizlar. Bo'ldi, shu bilan siz o'zingizni shaxsiy ma'lumotlaringizni saqlanib qilgan bo'lasiz. Keyingi bosqichda siz diplom baholaringizni kiritishingiz kerak. Diplom baholaringizni o'rtalamasini hisoblaysiz, aynan shu joyga yozasiz va pastida PDF holatida diplomingizni kiritasiz. Keyingi oynaga o'tganingizda siz fakultet tanlaysiz. Bu onlayn ta'lim uchun sizga bu hozir kerak emas. Siz offlayn ta'limga topshira olasiz. Offlayn ta'limda shu fakultetlardan 3 tasini tanlash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Aynan 3 tasini tanlagandan keyin shu tugma orqali buni saqlanib qilasiz. Men уже tanlab bo'lganim uchun bu menga kerak emas. Buni saqlanib qilganingizdan keyin boshvuru qog'ozini olish uchun shu oynaga o'tasiz. Bu oynada siz o'zingizni ma'lumotlaringiz kiritilgan boshvuru qog'ozini olasiz va shu bilan siz universitetga hujjatlaringizni topshirgan bo'lasiz va belgilangan kunda qabul xati chiqsa, bemalol universitetga borib hujjatlaringizni offlayn kesim qayd qildirishingiz mumkin bo'ladi va universitetga qabul qilinasiz.